Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga dekalsin dori vositasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Demak, do'stlar, dekalsin dori vositasi farmakoterapevtik guruhiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, demak, mineral moddalar, kalsiy va fosfor almashinuvi va vitamin, ya'ni kompleks dori vosita hisoblanadi. Demak, ushbu dori vosita do'stlar granula ya'ni shaklda ya'ni chiqadi. Tarkibi kalsiy magniy fitati, kalsiy glyukonat, D2 vitamini, saxaroza va vanilin hisoblanadi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, birinchi navbatda suyak to'qimasining o'sishi va rivojlanishini kuchaytiradi. Mushak faoliyati va aqliy faoliyatni ham do'stlar ushbu ya'ni granulyar dori vositamiz yaxshilaydi. Bundan tashqari yurak va buyrak faoliyatiga ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Organizmdagi kalsiy tanqisligida qabul qilinadi. Raxit kasalligida va tishlarni yorib chiqishi kechikishlarda ham mana shu dekalsin dori vositasi juda ham yaxshi as qotadi. Bolalarda o'sishdan orqada qolish, ya'ni davrda kalsiy yetishmovchiligi, ya'ni sabab bo'lganda do'stlar, mana shu dekalsin dori vositamiz mana shuni ya'ni normallashtiradi. Bundan tashqari osteoporozni oldini olishda, D vitamini va kalsiy yetishmovchiligida, emadigan bolalar va o'sha quyoshga kam chiqadigan ya'ni bolalarga mana shu dori vosita juda ham ya'ni yaxshi as qotadi. Sababi quyoshda do'stlar D vitamini ya'ni sintezlanadi va mana shu quyoshga chiqmaydigan bolalarda mana shu kam bo'ladi. Bundan tashqari do'stlar, nerv tizimining toliqish ya'ni holatlarida, tirishish kasalligi bor bemorlarda kompleks davo sifatida, ya'ni shifokor ko'rsatmasi bo'yicha qo'llaniladi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llash usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, ushbu dori vositani albatta pediatr ya'ni shifokor ko'rigiga borib, bolangizda kechayotgan o'sha D vitamini va kalsiy yetishmovchiligini darajasini aniqlab, ya'ni shifokor ko'rsatmasi bo'yicha qabul qilishingiz kerak. Demak, qo'llash usuli va dozasi, demak, bolaning holati, yoshiga, kasalligining holati, o'sha yetishmovchiligining holatiga qarab 1/4 yoki 1/2 stakan ya'ni o'lchovda beriladi. Ya'ni shifokor ko'rsatmasi bo'yicha do'stlar. Demak, bir kunda bir mahal ovqatdan keyin beriladi. Demak, ushbu dori vositani qo'llashdan avval yana bir bor aytaman, shifokor bilan maslahatlashing. Demak, granulani tayyorlashni demak o'rganib olishingiz kerak. Demak, do'stlar, ushbu dori vositaning nojo'ya ta'sirlari haqida ma'lumot berib o'taman, ya'ni qabul qilganda. Demak, ko'ngil aynishi, qusish, ich ketishi, bradikardiya va uzoq qo'llanganda organizmda kalsiy miqdori oshib ketishi mumkin. Tushundingizmi? Do'stlar, endi ushbu dori vositani qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, organizmda kalsiy miqdori va D vitamini miqdori organizmda ko'p bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari og'ir darajali buyrak yetishmovchiligida, trombozga moyil bo'lgan insonlarda, giperparatiroidizm ya'ni kasalligi bor, ya'ni bolalarda va insonlarda, bundan tashqari ushbu dori vositaga nisbatan allergik reaksiyasi paydo bo'lgan insonlarda qo'llash tavsiya etilmaydi. Tushundingizmi do'stlar? Demak, mana shu dekalsin granulalari do'stlar ko'pincha bolalarga qo'llaniladi. Kattalarga esa mana shuni tabletkasi bor, tabletkasini ichganingiz ma'qul. Tushundingizmi? Shunday qilib do'stlar, ushbu dekalsin dori vositasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'ligini asrang. Salomat bo'ling. Agar o'zingizda qandaydir savol tug'iladigan bo'lsa, bemalol bizning kommentariyamizga yozib qoldirishingiz mumkin.